Assalomu alaykum, bizlarni kuzatuvchi obunachilar. Hamma qiziqyapti mendan, ozganingizni bir kasal bo'lib qoldi deb o'ylashyapti, yo bir narsa bo'lib qoldi deb o'ylashyapti. Yo'q, men kasal bo'lganim yo'q. Alhamdulillah, Allohga beadad shukr. 40 kilo vес tashladim. Hamma o'sha negativlar ozisa bo'lmaydimi, u qilsa ham bo'lmaydimi, bu qilsa ham bo'lmaydimi? Yo'q, alhamdulillah, mana hozir bitta sinimiz bilan birga ishladik. Shu anaqasida ichyapti bular, nima qo'yyapti, mana bunaqa narsalar bor ekan. Shunda har kuni ertalab, kechqurun iste'mol. Eng kerakligi, men bir kunda bo'lmadi deganman o'zi, yaqinlarim biladi. 2 litr, 2,5 litr gazli suv ichaman. Kamida 2,5-3 litrgacha ichaman. Bir narsalarni berdilar, umuman gazli suvga ehtiyojim sindirdi, o'ldi desam ham bo'ladi. Shuni Abuzarda ishlayman, Abuzarda o'zimni bu mana shu energiya mahsulotimiz. Bu tabiiy hammasi. Ichib ko'rsangiz o'zi bilasizlar.